Bugun o'zgacha kun. Bugun yana bitta orzum amalga oshyapti. 1 yil oldin Vlad Avtositiga kelib, MJZ xarid qilganimda, otajonimga deb yozganimda, onajonim aytganlarki, otang bo'lmasa ham, onang bor-ku bolam. Hammasi yaxshi bo'ladi, Xudo xolasa deganlarda, shu gaplari yuragimga qolib ketgandi. Bugun onajonimni xursand qilamiz. Do'stlar, hali onajonim xabarlari yo'q. Orqamdagi mashinani onamga bugun sovg'a qilamiz va hozir onamga aytganmanki, birgalikda reklamaga chiqib bering men uchun deganman. Hozir reklama deb o'ylayaptilar. Reaksiyalarni birgalikda ko'ramiz. Keling, hozir bitta reklamachani olamiz. Yangi salon ochilgan. Hozir bitta reklama olamiz, ketamiz. Ana shu mashinani kichkina sovg'amni qabul qiling. Jonim tikar otilsa toshlar, ushlamasin deb bag'ritoshlar, duo qilar ko'zida yoshlar onam, onajon. Xo'p do'stlar, men o'z krossoverlarga qiziqaman va Vlad Avtositiga kelib, Dilmurod ukamga narxiga arziydigan va eng yaxshi krossoverlardan bittasini ko'rsatadigan va aynan shu Dongfengni ko'rsatdi va menga yoqdi. Qolgan xarakteristikalarni o'zing tushuntirib beraman. Meni obunachilarimga ham va krossoverlarni yaxshi ko'ruvchilarim ko'p. Endi shunaqa, sizniki kamida 1 millionta podpischigingiz bor va bilaman buni orasida oddiy xalqimiz ham mana shunaqa yangiliklarni kutib turibdi. Dongfeng Buxoro avtosaloni ochilishi bilan narxlarni ham sindirdi, savdoni ham bosib qo'ydik aka. Sizga qanaqa komfort kerak? Avtomashinaga 360 gradus kamerami, panorama lyukmi, oldin orqasiga samotarmajeniya deysizmi, polosha udержения deysizmi? Hammasi avtomashinamizda mavjud. Endi bu katta crossoverimiz shuncha komforti bilan birga narxi kamida 335 ming dollar deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q, Dongfeng Buxoro avtosalonida avtomashinamiz narxi atigi 279 million 900 ming so'm.